Assalomu alaykum. Hurmatli podpischilar, yaxshimi? Mana asalimizni dastavkani boshladik. Sizlarga bir ko'rsatay dedim. Mana toza asal ayrilmaydi. Quyon bo'lsa bu ayriladi. Bundan ko'ryapsizlarmi? Bu tozasi uraman baribir bunday ayrilmaydi. Ko'ringlar. Yaqinroq keling. Toza asalimizni hozir dastavka qilyapman. Bu qizil miya, yantoq bor, paxta bor bizlarga. 2 yilligi bor. Bu shu yillik asalimiz. Mana qarang. Yaqinroq keling mana. Agar mana shu toza asalimizga imbir, chesnok, limon qo'shib bunga toza asalimizga qo'shsa juda malham bo'ladi. Yurak qon tomirni, immunitetni juda kuchaytiradi. Agar bu asalimizga kurkuma qo'shsa infeksiyaga qarshi, agar bu asalimizga qora sedonaning yog'i qo'shsa immunitetni kuchaytiradi azizlar. Asalimizni dastavka qilyapmiz. Hozir Jonboyga dastavkamiz juda qimmat emas, 10 mingdan 30 minggacha Samarqand bo'ylab dastavka qilyapmiz o'zimiz. Olib boramiz inshaalloh asallarimizni. İnşallah sizlarga ma'qul bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar. Bizlarni kuzatinglar.